Yaponiyaning Yibeli brendidan juda ham ajoyib bolajonlarimiz uchun zararsiz bo'lgan tish pastamiz xuddi mana shunaqangi chiroyli o'ramda. Buni ko'rgan zahotiyoq aminmanki bolajonlaringiz o'z xohishi bilan vannaga borib tishini yuvadigan bo'ladi. Ushbu tish pastamiz juda ham ko'p xususiyatlarga ega. Bolajonlarimizning tishchalarini chuqur-chuqurigacha tozalab, oqartirib beradi. Qolaversa, ichiga yutganda ham hech qanaqa zarar yo'q, ximikati yo'q orasida. Hozir shuni ham obzorini qilib ko'rsatib beraman. Juda ham ozgina miqdorda olamiz, darrov ko'piradi. Mana. E'tibor bering, ozgina oldim. Ko'pirishini qarang endi. Ta'mi ham juda ham yoqimli, mazali apelsin tamchasi keladi. Apelsin emas, qulp naymi bilmadim, nimadir yoqimli ta'm keladi. Xullas, bolajonlarim shu bilan foydalangandan buyon o'z-o'zidan tishimni yuvaman deb yugurib hammomga ketadigan bo'lgan. Ko'pigini ko'ryapsizlar. Hidi ham yoqimli, mayingina. Hattoki kichkina bolacham ham, juda ham kichigi ham o'zi tishimni yuvaman deb ketadi. Ana endi tish cho'tkamizga e'tibor beramiz. Bittagina oqar suvda top-toza bo'ldi. Bolajonlaringizni o'zini tish pastasini sinab ko'ring, mana shunaqa oq-poq bo'ladimi, toza bo'ladimi, oddiygina oqar suvda. Mana. Bolajonlarning tishchalarini ham xuddi mana shunaqa yaltilatib, oppoq qilib emal qalabatini yemirmasdan tozalab beradi.